Keyin sizlarga daftar uchun bitta zo'r ideya beraman. Bu daftar bizda 2025-yil uchun edi. Hozir buni yana to'ldiramiz. Daftarni keng betni ochib olamiz va chap tarafdan 5 ta qator tashlab bitta nuqta qo'yamiz. O'sha qo'ygan nuqtalarimizdan har bittasiga shunaqa kichkina kvadratchalarni chizib chiqamiz. Hammasi chizib bo'lganimizdan keyin biz tepasiga filmlar yoki Netflix deb yozsanglar bo'ladi. Yozuv tagiga rating yoki baho deb yozsanglar bo'ladi va uni tagiga 5 tadan yulduz chizamiz. Ko'rib turganinglarda biz filmni o'sha to'rtburchakning oldiga yozamiz va undan keyin unga baho beramiz. O'ylaymanki, ko'p odamlar filmni ko'rish yaxshi ko'radi, shuning uchun men bu narsani ikki varaqga qildim. Ana endi keyingi varaqqa o'tamiz. Bu varog'imiz bizda o'zimiz haqida bo'ladi, ya'ni about me page deb tepasiga yozamiz. Chap tomonga o'zingizlar rasmlarni qo'yasizlar, o'ng tomonga esa profil deb yozib, yoshinglar, tug'ilgan sananglar, ism va familiya yoziladi. Profil pastiga esa like va dislike, ya'ni sizlar yoqtiradigan va yoqtirmaydigan narsalarni yozib chiqasizlar. Undan pastiga esa o'tiramiz, juda ham yaxshi ko'radigan narsalar, masalan, qaysi qo'shiq sizlarga yoqishi yoki qaysi taom. И обязательно bu varaqni ham stikerlar bilan bezatamiz. Keyingi varaq esa tug'ilgan kunlar uchun. 12 ta to'rtburchaklarni chizib, tepasiga oy nomlarini yozib chiqamiz va tepasiga yana tug'ilgan kunlar deb yozamiz. Qaysi oyda kimning tug'ilgan kuni bo'lsa, o'sha odamlarning ismi va sanasi yoziladi. Profilimda bloknotda ham qolgan 3 ta qismini ham ko'rishingiz mumkin.